Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bolalar massajini qilib oyiga 45 million daromad topsa bo'ladi. Bugungi kunda bolani o'rtacha massaj qilish narxi 150 ming so'm. Aytaylik, kuniga yo'q deganda ikkita bolani massaj qilsangiz, bu 300 ming so'm. 10 kuni 3 million so'm, bir oyda esa 9 million siz daromadga chiqishingiz mumkin. Xo'p, aytaylik, endi siz kuniga 10 ta bolani 150 mingdan massaj qiladigan bo'lsangiz, siz kuniga 1,5 million so'm daromadga chiqdingiz degani. 10 kunda esa bu 15 million bo'ladi. Bir oyda esa 45 million. Buni evaziga siz kuniga atiga 7-8 soat vaqt sarflashingiz mumkin. Endi aytingchi, siz boshqa ish faoliyatingiz orqali kuniga 8 soat sarflab qancha oylik olasiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring. Asosiysi uyda o'tirgan holatda massaj qilib va farzandlaringizga va uy ishlariga ham bemalol ulgurishingiz mumkin. Agar siz ham uyda o'tirgan holatda massaj orqali daromadga chiqishni xohlasangiz, kommentariyada massaj so'zini yozib qoldiring va men sizga bepulga massaj video darsliklarini tashlab beraman.